Assalamu alaikum. Bu saatlik dersimizde biz davamlı Premier'da yazık kirgizishni ügnüp ötümüz. Yazık zimu degan chekip zimu. Bu çekiliş arkalı qo'zg'asak bu ko'znakka erishsak bo'ldi. Va yoki control bilan teni besish orqali bu ko'znakka erisha olamiz. Mana muqimlash orqali. Kontrol bilan teni chekish orqali. Odatda yiziq ko'znikiga biz yiziq kirgizib hozir sinab boqaylik. Masalan, Urumchi, Shinjang. Bunu oldingi soat kirgizgan-ku men. Endi buning ranglarini o'zgartirishni oldingi soatda so'zlab o'tab bo'lgan. Cho'ng'ay bu xatniki cho'ng kichikkan tanishish degandek. Bu soat darsimizda asosiy qaysi tarafni o'rganamiz deganda buningga unum berish yana. Masalan, qizilni beray. Mana miyav bilan qizil rang berdim. Ondan aniqligi 100. Bunda bo'ldi. Bunu çekersem ichiga nim qoldi. Nur berildi. Mana. Odatda kichik holatda bilinmadi. Mana. Bu unum berish. Endi xatni har xil shaklda kirgizish. Mana ko'rdinglar. Siziq yo'q bo'ldi. Ammo nima tanishish ilib boramiz xat orqali qo'yadiganini. Mana. Xatning o'rni boshlanishi masalan ondan buni chekish orqali tegidagi dekoratsiya, rasm yoki film deganini ko'rish yoki ko'rmay bunga erisha olamiz. Ondan xatning kirish yo'linishi. Mav tuz bo'lsin. Eyo. Xat shakl sababli anda normal tonimidi. Qaranglar, xat shaklini o'zgartdi. Xanzochiga bosam toniydi. Mana. Buni men o'ttirga ekilib o'tay. Mana. Ko'rgansizlar? Ondan xatning rangini qizil beray. Qizilla berib etdim. Mana. Tik kirgizish. Xatni yonto kirgizish. Sizni qalam sizg'an bo'yicha kirgizish masalan. Bunda xat shakl kirgizma deb qolsanglar, buni avval anda sizib o'tisizlar. Masalan, Urumchi, Shinjang mana. Bunda qilsak, sizg'an bo'yicha kirdi mana. Ma tarafda bunda yonto bo'ldi. Mavi yana bir yo'linishda masalan. Hamda xat kirgizali. Siz bo'ldik. Ilim mana ko'rgansizlar, xatniki yelish shakli o'xshamaydi. Lab mana. Bularni sinab bo'ldik. Endi
bu astidikini ko'rib baqayli. Şekil. Şekiller mana. Bayatdan qın o'chirib o'tib yaxshi qilmabdimi? Hozir bilib qolasizlar, ha. Buni mana har xil shakllar bor. Shu pet ishlatsanlar bo'ldi. Mana. Buni ustida qo'yay. Sizlar ondan keyin bu ramkaga ramkani az ko'rilmasin desam moviyaga kelganda men yana birini qurib olay. Masalan boyatdanqi usullarda xat yozib sinab baqlay. Ürümçi Şincan xat qara cho'nliqini oshiraya. Mana Ürümçi Şincan bo'ldi. Ondan keyin xat o gen no sizlar xatniki ramzlarni kichiltaya moviyaga patmay qolib qoldi. Ondan xatning nusxasini o'zgartay. Boyatdan degandek xatni tonimidi. Odatda hanzovchi xatimiz tonimaydi. Onu bu yerda qo'yay. Bunu hozir tugaydi. Bu hozir yasagan xatni bu yerga qo'yib olay. Mana önümü. Shakllardan keyin xatlar chiqadi. Mana shunday qo'yib ishlatamiz. Bu sariq darsimiz tamam. Xayr xo'sh.